Siz obunachilaringizga, baraka topdi obunachilardan kelsa, yaxshilab o'sha kommentariyalarni, iliq fikrlar, Ramazondagi tilaklar yozib tursa, qo'llab-quvvatlab tursa, Xudo xolasa aksiyalarimizni qilib beramiz. Qilib berasiz? Siz obunachilaringizga. Shu yerga bitta narsa qilaylik. Mana shu ustakalamizga bir chiroyli fikr bildirsa, kuzatuvchilarimiz. Albatta. Chiroyli bonus qilib beraylik. Xudo xolasa. Ustalar tanlasa, tanlashadi, bitta zo'r bonus qilib beramiz aka. sirli bonus. Sirli bonusimiz bor. Yaxshi. Juda ham foydali bo'ladi. Bu bonus o'zim ham bilmayman. Ustakalam o'zlari hal qilishadi. Xo'p, aka bu yerda necha bo'ldan necha drabilkamiz bor? Xo'p, eng arzoni aka bizda hozir eng arzoni bo'lib turgan universal drabilkalarimiz maxsus drabilka deydi buni. Xo'p, kichikroq drabilkamiz. Donga moslashtirib. Don uchun, faqat donli mahsulotlar uchun narxi 1.200.000 so'm qo'yib yubordik aka. $100 aka mana shu drabilkani olishsin. Qo'y boqadigan akalarga. Qo'y boqadigan, chorva boqadi, tovuq boqadi, qush boqadi ketaveradi. Baliq boqadi, farqi. 1.200.000 so'mga eshigini ochib tursa, va tashlab beraveradi. Tashlab beraveradi. Shunaqasidan bo'ladi. Eng qizig'i bu soti ham chiqar ekan, kelamaydigan mardagi bilan. Gap yo'q. Xo'p, keyingisini ish bilan birgacha. Xo'p, aka, endi universal drabilkalarimizga to'xtab, eng xaridorga. Kuniga shu 20 ta 30 ta sotiladigan eng xaridorga drabilkalarimiz aka 6,5 kilovatlik bo'lib turibdi. Endi arzonlari ham bor, qimmatlari ham bor. Universal drabilkalarimizni aka maxsus qilib 1.800.000 so'mga ham chiqarib beramiz. 1.800.000 so'mga. Siz obunachilaringizga 1.700.000 so'm qo'yib beramiz. Ana aka. Eng arzoni 1.800 edi aka bizda. Shu paytgacha 1.700.000 so'mda siz obunachilaringizga. Akalar universal qo'l quruq tanlanmas don deysin, maket deysin, somon deysin, po'xol deysin chiqaradigani biz obunachilarga 1.700.000. Xuddi shu korpusda bo'ladi. Mana shunday. Motorlari, pichoqlari almashadi. Shu korpuslarda bo'ladi, faqatgina motorlar, pichoqlar almashadi. Bir qator aka, olib yaqinroq kelsa, bitta motorlarni kilovatlarini tushuntirib beramiz. Xo'p aka, bu yerda necha xil motor ishlatiladi? Olib keling. Bu yerda aka hozir 4 xil motorimiz bor. O'zi 8 xil motorimiz bor bizda aka. Xo'p, bir qaytini tepaga olib qo'yamizda. Xo'p. 6,5 kilovat ko'rsatsin. Xo'p. Bu 4 kilovat. Buni 3 xuddi shuni 3 kilovatligi bor. Xo'p, bu ham 6,5 kilovat, bu ham 6,5 kilovat. Xo'p, motorlarda firmalari xalq o'sha farq bo'ladi, firmalarda farq bo'ladi. Xo'p. Endi mana narsalar aka motorlar. Faqat nimaga bu yerda har xil, pullari ham har xil chiqadi. Hammasi kilovatiga qarab pul o'zgaradi. Kilovatiga qarab pullar o'zgaradi. Mana unisini 3 kilovatini 2 million so'm qo'yib beraman siz obunachilaringizga. Agar buni arzonroq xuddi shu motordan qo'yib turib, pichoqlarni ham yana ham oddiyroq qilib chiqarsak 1.700.000 so'mga qo'yib beraman. 700.000 so'mga universal drabilka bo'ladi. Endi original motorlarimiz mana shu ikkalasi bo'ladi aka. Eng kuchli motorlar. Baquvvat. Tavsiya qilardim ro'zg'orga bo'lsa, chunki hozir nima deydi, mablag' topish qiyin bo'lib turgan bir zamonda aka. Xo'p, tavsiya qilardim. Buni 2 oyga 3 oyga olishmaydi-da. Olganga yarasha 5 yilga, 10 yilga olishadi xalqimiz. Chorvador xalqimiz 5 yilga 10 yil. O'shaning uchun biz tavsiya qilamiz mana shu original motorlardan. Motorlarimiz kilolar 24 kilolik motorlarimiz. Bunisi 24 kilo. Ha, shunaqa. Bunisi ekan, ariol. Bunisi alyumin. Xo'p, mashq pichoqdan qilib qo'yib berardim. Mana mahalliy. Keling bitta ko'rsating. Bitta ko'rsating. Qaraligini mana aka. Mana qo'lda qo'yib yuribman mana. 24 cha. Divaynoy ekan pichoqlarmi? Pichoqlari kuydirilgan. Segment. Segmentli juda zo'ridan bo'ladi. Malatko'ylari bor. Sababi bu bo'lmasa don mahsulotlarimiz qiynaladi. O'shuning uchun chiqartirib beramiz aka. Xo'p, narxini aka qarab turing. Siz obunachilaringizga 2.800.000 so'mlik narsalarni 2.600.000 so'm, 200.000 so'm bundan o'tib beraman. Xo'p. Men undan mayli 2.600.000 so'm o'z tan narxi, men sizga bundan ham 200 o'tib 2.400.000 so'mga qilib beraman. 2.600.000 ga misliga, 2.400.000 so'mga alyuminli varianti zo'ri. Tavsiya qilardingiz qaysi mis alyumin degan tushunchaga? O'zimiz bu sohani 2 yildan beri mutaxassisimiz. Xo'p, tavsiya qilardim. To'k balandroq bo'lsa, o'sha 200 dan yuqori bo'lib, o'sha yaxshi zo'r ishlab tursa, misligini tavsiya qilamiz. Lekin eng ko'p bizda sotiladigan narsa bu alyumin. 95% past. 99 ham to'g'ri. 99 hammi? Alyumin zo'r variantda o'zi. Past to'kka ham, baland to'kka ham to'k o'tkazish qobiliyati alyuminda kuchlimi, misdami desangiz, alyuminda avtomatik kuchli. Agar borku alyuminda nimjon deyishyapti yosh katta tog'alarimiz. Uzilgan narsa istalbada ismlarimiz alyumindan. 40 yildan beri turibdi. Uzilib ketardi aka. Endi nima bo'lganda ilgari alyumin motor bo'lmaganda shu o'sha bo'lgan, to'kam yaxshi bo'lgan ilgari. Hozir ishlab chiqarishlar ko'paygan sayin to'kam sal ozayib boryapti. Agar buni tushunadigan odamlar bo'lsa, kommentariyaga o'z fikrini yozsin.
Qolgan yozib Ha, qoldirsin. yozib qoldirsin, mis kuchlimi, alyumin kuchlimi? Yozib qoldirsin. Gap yo'q. Xo'p, shu aka, endi bitta bir qator nasatkalari bor. Nasatkalar 4 xil bo'ladi. Hozir bittasiga solib, Betkalarni bitta ko'rsatamiz. qolgan drabelkalardan farqi ham shuki aka, nasatkalarning tushishida. 4 xil nasatkasi bo'ladi. Don, o't uchun bo'ladi. Bitta nasatkasini ko'rsataman aka, tushishini. Mana buni qarang. Yondan tushadi. Tamom aka, bo'ldi. Gap. Ishlayotganda ham, boshqa qilayotganda ham solib olaveradi. Hozir mana buni qarang, yengillaydi. Hojonalarim, opalarim, singillariga juda ham qulaydi. Maza qilishadi. Ha, ayollarimiz ham qarang. Bo'ldi. Dadasi qattasiz, aka qattasiz, uka qattasiz bo'lmaydi. Agar endi drablikamiz tiqilib qoldi deylik-a, shuni serkan olib turib yurgizib chiqib ketaveradi. Chiqib ketaveradi. Agar buni misol qo'li kelib qoladi, o'zi 1-2 marta ishlatsa qo'li kelib qoladi. Ha, men o'zim ham ishlataman. Men ham qo'y boqaman aka. O'zim ishlataman. Xudo xolasa men ham tiqilgan. Maza qilib xizmat qilyapti. Endi meniki drablik ishlataman, meniki yondan tushmaydi-da. Tevadan tushadi, tiqilib bo'lsa, to'rtta bo'lsa bo'shataman. Ichini olaman, yana qotiraman, vaqt yetkazaman. Ish ko'p. Sizda u narsa bo'ladi-yu. O'sha bo'lganda ham bunda xudo xolasa bo'lmayapti hozir. Bo'lmayapti. Chunki vakuumlari bor, changishlar yo'q, xudo xolasa. Ishlashlari yaxshi. Uni olganmiz. Materiallar nechilik aka? Materiallarimiz aka 2 lik bo'ladi. Har xil joylar, qalin joyiga, imkoniyati bor joyiga, misol kerakli joyiga qalin narsalar ishladim. Keraksiz joylariga sal yupqaroq ishlatilgan. Yangi ishlatiladi. Hamma joyiga yangi aka. Bizda eski narsa qo'yilmaydi. Hattoki aka, mana shu joyiga ham qalin zo'ridan qo'yamiz. Yaxshisidan qo'yamiz. Zo'ridan. Zaslonka qopqoqlari bor. Hop, bu o'sha buni qo'yadi, o'sha tegirmonga aylanadi. Buni qarang, buni ham sifatli qilingan ekan, qirg'oqlarni ham. Aha. Gap yo'q. Buni garantiyasini ayting aka. Xo'p, garantiyasi xudo xolasa o'zi asosiy narsasi, misol uchun aka, xalqimiz ham o'zini ham tushunib yetib qoldi. Bilib olishda. Mana bu narsaga garantiyani keragi yo'q-da. Keragi yo'q. Bu narsa turaveradigan narsa. Asosiy narsasi motori. Yomg'irda ham o'yil turaveradi bu. Shu. To'g'ri. Asosiy narsasi motori. Motorlarga 1 oy garantiya beryapmiz. Motorga 1 oy garantiya. Sizlar uchun, xalqimiz uchun. Xudo xolasa aka, mana 2 yillar beri sotayotgan bo'lsak, hali bir kuyib qolib, boshqa bo'lib, muammo yo'q. Muammo bo'lgan yo'q, xudo xolasa. Endi bo'ldi, o'zini aybi bilan, misol yomg'irda qolib ketib, suvda qolib ketib, bitta suv sepib borib, shunaqa bir muammo. Xudo xolasa, buni o'zini o'zi himoya qilib oladigan kulchatorlari, boshqalari bor, avtomatlari. Ilgari mana shu narsalar bo'lmagan-a? Oldin bu narsalar bo'lmagan, motor o'zini o'zi himoya qila olmagan, hozir xudo xolasa o'zini o'zi himoya qilib olyapti. Himoya qilyapti. Xo'p, keragicha ma'lumotni berdik aka. Bitta ishlashlarini ko'rsatib beramiz. Bitta. Aloqaga telefon nomerlarimizni qoldiramiz, pastda yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqisharsa, xizmatdamiz 24 soat 7. Manzilni tushuntiring. Manzil Farg'ona, agar o'zi mashinasi borlarga o'zlari kelishadigan bo'lsa, telefon raqamlari yozilsa, lakasini tashlab beramiz va o'sha Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod qishlog'ida joylashgan ekan manzil. Kelishaverasizlar. Seximiz. Sizlar drablikka olganda ham birinchi qo'l. Hozir bizda boshqa mahsulotlarni qo'ldan qo'lga o'tib ketadi-yu usta. Bu narx qimmatlashib ko'p keladi marketingdagi. Marketing bo'ladi. Masalan, men 3 so'm olsam, ustiga qo'shib 4 so'm sotaman. Bayda unaqa emas, birinchi qo'l olasizlar akalar. Hamma yo'q o'zimizda. Listimizdan tortib hamma lazer, hamma apparatlarimiz o'zimizda. Shuning uchun narxlar arzon chiqadi. Yana bitta narsa aytib o'taman, arzon narsa sifatli bo'lmaydi. To'g'ri. Ko'pchilik sizda qimmat ekan, arzon ekan. Xo'p, men arzonni ham qilib beraman, lekin sifatsiz bo'lib qoladi. Sifatsiz. Undan ko'ra sifatligini oling, maza qilib ishlating. Asosiy narsa sifatda. Sizni qaritadi, yaxshisini olsangiz. Ha. Bo'lmasa chiqarib ko'rsataveramiz. Ketdik bo'lmasa. Xo'p, aka, bunda universal. Universal drabelkamiz aka. Hozir bunda bitta don chiqarib berib, bug'doy yaqinroq olib keling aka. Hozir aka bug'doyda mana bug'doy solib qo'yganmiz drabelkamizga. Bug'doy chiqarib bitta ko'rsatib beramiz. Natijasi bilan bitta baholansin. Bo'ldi. Ketdik. Bu aka o'sha hozir bitta drabelka hammasini chiqaramiz. Hamma yo'q chiqarib beramiz. O'sha yerda hamma drabelka mashinasidan chiqaraveradi. Boshladik aka, bo'lmasa bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Aka, buni tortishlarini bitta ko'rsataylikmi? Ko'rsatamiz. Chaqiring. Keling, bu yondan keling. Bitta tortishini bitta ko'rsatib qo'yasiz. Qani bitta ochingchi. Ketdi aka, mana zaslonkani bitta ochiladi. Vo, tortishini qarang aka. Tegirmon damini berar ekan, va. Tegirmon aytyapman-ku. Yo'q. Bo'l, ana bo'l. Tortishlar yaxshimi, ha? Zo'r aka. Yaxshi, zo'r. Ovozlari ham to'g'ri. Ovozi ham yo'q aka, bu drabelkada asosiy narsa baland turayotganda qaltiramaydi. Mana tek qo'yingda zo'r turibdi. Bir xilgalar drabelkasi o'naqa borib kelyapti. Bo'ladi, yurib. Bo'ladi aka. Ha, bo'ldi. Zaslonkasini yopib qo'yamizda. Bitta ko'rsataylik. Chiqargan mahsulotda. Yo'q. Mana shu.
biz vaqtdan tushgan qisqa chiqardik aka mana. Mana uni ko'ring. Mana Mana ko'ring. do'pposlar deydi-yu. Ilgari buni chiqarish azob bo'lgan. Tegirmonga olib borib ochirib turib. Endi o'zlarida aka. Endi o'zlarida. Gap yo'q. Endi aka bir soatiga qancha aka? Soatiga aka, xo'p, agar imkoniyat doirasida bo'lsa 200 kilo chiqaraveradi. 4 qopni kakalayverasizlar bemalol. 4 qop chiqaraveradi. Zo'r. Gap yo'q. Universal haqiqiy. Endi sotali makkadan chiqarib beramiz aka. Bo'ldi. Xo'p, sota potasi bilan chiqarib beramiz. Ko'p joyda marda deyishar ekan. Sizlarda nima deydi? Yozib ketinglar. Bizda sota deydi, qaydadir marda deydi, vohada nima deydi? Buni yorma qilamiz aka. Ha, buni hozir yorma qilib chiqarib beraylik degandim. Va kepay qilaylikmi buni ham? Yo'q, yorma qilamiz. Sota potasi bilan tashlab beramiz. Mana mash holatda chiqarib beradi, yorma qilib mana setkasini bitta kuzatinglar. Yorma setkasida qo'yib bitta beramiz. almashtiringchi mana. Almashtirish ham pastda bo'ladi xolos. Mana. Yorma holatda. Yondan shuni sopamiz setkani. Bismillahirrohmanirrohim. Tashaveradi, ushlab turaman. Ushlab turaverasiz, solaveramiz aka. Ushlab turaman. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi mana bismillah. Qaytaraverar ekanda? Bo'ladi aka. Bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Aka, endi shu mahsulot qolmaguncha o'chirmay turishar ekanda, Mashinada o'zlari uchun ham foydali bo'ladi. Mahsulot ishlab chiqarib yuboradi. Ichini ham tozalab yuboradi. Ozgina to'xtab turib. Ozgina 1 minut. 1 minut. Endi hozir bizda vaqt qisqa, iloji yo'q, tezlashimiz kerak. Mana. Bitta ko'rsating. Mana aka, men aytdim oldingda. Mana. Mana aka. Men hozir do'pposlarni ko'rsatamiz aka. Mana. Mana uni ko'ringlar. Buni ko'ringlar. Mana yorma. Yorma holatda qilib Mana aka. Zo'r, gap yo'q. Buni soatiga qancha deymiz? Xo'p, bu soatiga agar buni kilosiga ko'ra men o'zim qilib ko'rganman. Xo'p, 4 qopni yarim soat 20 minutda chiqarib bo'ladi. 4 qop. 4 qopni va sotaligini. Gap yo'q. Universaliga borganda barora. Universal zo'r drabilkalarimiz aka. Silus ham qiladi. Silus ham, hamma mahsulot. O jami bo'lib men o'zim hisoblagan 18 xil mahsulot. Sholi poxol deydimi, yamtoq deydimi, xo'p, donli mahsulotlar har xil turi. Xohlagan turi donli mahsulotlar, o'tli mahsulotlarda ham turi. Haliga buni qayda ko'rdim? Tera shoxlari bor-ku. Ha. Bitta akamiz borsa, intervalga chiqaryaptilar. Setkasini olib, shoxini tashlab, shoxni chiqarib, maydalab, o'tin qilib beryapti. Shoxigacha, g'o'zabayani shoxigacha tashlab chiqaradi. Xo'p, endi haliga yechimga qilaylik endi, chan chiqarmaydigan. Haliga sog'liq uchun foydali narsani olib kelaylik. Rosa maqtadik endi. Rosa maqtadik boshida. Mana. Xo'p. Bu narxi qancha aka? Aka, sizni obunachilaringizga xudo xolasa bu narxi o'zi 450 ming so'm chiqyapti. Xo'p, sizni obunachilaringizda agar bo'lsa, mashina endi yangilik qilib chiqaryapmiz. Boshlanishiga bir 50 tasini 350 ming so'mdan qo'yib beray. Ozroq qilib beray. 300 ming so'mdan qo'yib beraman. 300 ming so'm. Siz obunachilaringizga boshlanishiga 300 ming so'mdan 50 donasini qo'yib beraman. 50 donasi 50 donasi 300 ming so'm. Keyingi 50 donasi 350 ming so'mdan aka. Gap yo'q. Hozir mashina qo'yib ko'rsatib beramiz endi. Bir qator xalqimizga mashina aytdi-ku, sog'liq uchun foydali dedi. Bitta ko'rsataylik nima uchun? Foydaligini. Changda aka bu. Shunaqa yo'q qiladi hozir mana. Bitta qilib qo'ysa bo'ldi ekanda. Bo'ldi, muammo hal. Hozir bunda nima chiqaramiz aka? Xo'p, aka hamma mahsulotimiz bor. Somon. Xo'p, vaqt qisqaligi uchun somonni bir qator chiqarib ko'rsataylik. Xo'p, boshladik emasmi aka? Bo'ldi, yurgizavering. Bismillah. Somon chiqarib beramiz hozir. Qarab bitta baho beradi. Chan chiqmaydi tog'a. Boshladim aka, bo'lmasa men somonda. Tortishlari ham zo'r-a? Zo'r aka. Namligini qarang somonda. Nima ekan-ku? Yomg'irda qolib ketibdi. Bo'ldi aka. Yo'qolsa mana chang muammosi ancha hal bo'ldi. Bitta ko'rsataylik aka. Changi sal chegarasi bo'lsa, to'xtab turing. Xo'p, lekin biz buni teskari qo'yib qo'yib shekilli. Nimaga? Zamoy pastga qolib ketibdi. Mayli. Xo'p. Aylantirib olamiz. Aylantirib olaveramiz. Bo'ldi, olaylikmi aytdim. Teskari, shoshilgan teskari qo'yib qo'yibmiz. Bunday qilamiz, a? Buni ana endi. ko'ryapsizmi mana? Aka, birinchi o'rinda bor-ku. Haqa-baqa changim ham ketmas ekan, tartibli bo'lar ekan. Bitta ochib ko'rsating. Changi ham chiqishi mumkin ichida to'planib qolgan bo'lsa. Mana.
Mana Mana aka. somon. Nam somon nam ekan deb aytgan mana buni. Tog'a o'shandisiz ham? Nami bor-a? Tashqoq olganda mana. Aka mana farqini ko'ring. Farqini ko'ring. Hozir buning ichiga ikkita pir sig'adimi, ichi sig'adi? Ha bunga 3 ta bir ham sig'adi aka. Ikkita pir ham sig'ar ekan, bemalol mana. Gap yo'q. Endi bunga don ham chiqarasiz, paya ham chiqarasiz. Hamma mahsulot Hamma chiqarsa. mahsulot chiqarasiz. Mana borib qo'yib ko'raychi. Setkani mas. Sizga hozir setga chiqarmasdan qo'yib ko'rdingiz-a? Setkani qo'yganim yo'q edi-da. Ha, o'shani mana eng kichkina setkasini mana. Mana setkani qo'yasiz. Asetga qo'yib chiqarib ko'ring to'g'ri. Mana qo'yib opi, mana shu qo'yib opinikini qo'yasiz, bo'ldi chiqaveradi. Bo'lmasam agar mol bopini molga chiqarasizmi qo'ygan? Molga qo'ygan. Bo'lmasam mol bopinikini qo'ying. Mol bopini ko'rsatib qo'ying. Hozir mol bopini qani? Mana. Mana unisini qo'yib chiqaring. Mana mashina qo'yib chiqaring. Mashinasini qo'yib chiqarasiz. Molga. Boshlanishiga yengil-yengil ishlatib turasiz. Bir hafta atkatkadan chiqarib olish. Chunki motor yangi. Yengil ozgina solib chiqarib olaverasiz. Sizniki bunaqa qilib chiqarmoqda? Yo'q, somonni shuna chiqarib qo'ygan hozir. Ha. Setga qo'ymaganlar. Setga qo'ymagansiz. Bo'ldi. Hozir ana molga chiqarsam mana shunaqa chiqardimmi? Xuddi shunaqa. Sal yiriroq chiqadi molga, bundaqa. Sal. Qo'yib olmda chiqarib beradi mana. Qo'yib olib, mol bob qilib chiqaraverasiz. Chiqaraveradi, setkani qo'yib. Xo'p, mayli, salomat bo'ling. Tog'amiz ham olgan ekanlar. Tog'amiz ham urgan oldilar. Ertalab olib ketdi tog'amiz. Qo'shni ekanlar. Xo'p, endi Endi olib ketgandim-da. gap yo'q. Endi olib ketgandim. Men nimasini qo'ymabman-da. Setkasini qo'ymabdi. Tog'amiz setkasini faqat donga deb o'ylabdi bunlari ham. Tushunmaganlar ham endi shunaqada. Xo'p, endi nima qilamiz? Chiqaramiz yo bo'ldimi shu bunaga? Bo'ladi, xalqimizga hozir videomiz ham cho'zilib ketyapti. Cho'zilib ketmasa, xudo xolasa bu aloqaga chiqishaveradi. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha xizmatda bo'lib turaveramiz. Bu narsani o'sha 50 ta odamga arzon qilib berishadi. Buni olasiz, qo'shningizdan qarg'amaydi aka, xudo xolasa changimaydi ham, sachimaydi ham, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqasizlar. Kelmoqchi bo'lgan insonlar Telegramdan lakas tashlashadi. Xudo xolasa xizmatda bo'lib turadi. Aka, sizga ham katta rahmat. Sog' bo'ling. Xalq xizmatida charchamang. Akamiz sizlar uchun ancha narxlar yengillatib, arzon qilib berishdi. Akamizni mehnatini qadrlab. Bitta bosib qo'yib, videoni ko'rganliklaring uchun boshdan oxirigacha hammalaringga rahmat. Kommentariya, like uchun sizlarga alohida rahmat. Sog' bo'linglar.